Uka opa singillar diqqat bilan bu videoni ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Eski emas, kiyilmaydigan kiyim-kechaklar, oyoq kiyimmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar shu yerga olib kelib tashab ketsanglar bo'lar ekan. Foydali bo'lish uchun bu videoni chiqarib qo'yapman. Masalan, kimnidir uyda yig'ilayotgan, kiyilmaydigan bolalarning kiyimimi, kattalarning kiyimimi bo'ladi-yu, misol uchun. O'shanaqalarni bemalol olib kelib betga tashab ketsanglar bo'lar ekan. Kunduz kuni soat 4 gacha ishlar ekan. Qolgan payt men bu o'zi teshigi bor ekan, mana shu teshikdan shundoq tashlab yuborar ekansizlar, shundoq. Tashlab yuborar ekansizlar. Bu yerda o'sha kerakli odamlarga yetib borar ekan. Endi bizda ham bor edi, ozgina olib kelib shu yerga topshirib ketamiz. Xudo xolisa, endi foydali bo'lish uchun bu videoni hammaga tarqatib qo'yinglar, video qilib olman. Endi adresini aytadigan bo'lsam, qaranglar. Birinchi Go'rbalisa tarafdan kelasizlar. Mumtoz to'yxonani shundoq orqasida bo'lyapti. Suzukota mahallasidan, shundoq arkadan shundoq kirganinglarda bo'lyapti. Bu yoqda makroga yetmasdan bo'lyapti. Endi hammaga foydali bo'lish uchun bu videoni tarqatib qo'ysanglar, xudo xolisa manfaatli bo'ladi. Kiyilmaydigan kiyim-kechak, oyoq kiyim nima bo'lishidan qat'iy nazar, faqat ani chirib ketgan narsalarni olib kelmas ekansizlar. Endi shuni ham hisobini olib qo'yinglar, uni musorga tashlab yuborish kerak. Ani yaroqli kiyimlarni olib kelib topshirib ketsanglar bo'lar ekan. Video foydali bo'lgan bo'lsa bitta like bosasizlar, bu videoni tarqatib qo'yasizlar, repost ham qilib yuboringlar. Ko'pchiligiga foydasi tegish uchun bu video rekka chiqsa, ko'pchilik ko'rsa, xudo xolisa hammaga manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.